Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taolo cheksiz maqtovlar bo'lsin. Azizlar, mana inshaalloh bundan 2 kun, 3 kun oldin hoji akamiz bilan birgalikda video murojaat qilib, yana bir aka-ukalarimiz bilan birgalikda sizlardan yordam so'ragan edik. Albatta yordam so'rab videoga karta nomerlarimiz qo'ygan edik. Inshaalloh hozir mana 3 kunlik natijalar bilan keldik. Hoji akamizni Turkiyaga borib lecheniya bo'lishligi uchun. Hojiga inshaalloh operatsiya lecheniyaga aka-uka birodarlarimiz solgan omonatlari bizni M-bank va Sberbankka tushgan pul 90 ming so'm. Inshaalloh yana ikkinchi M-bankimizga ham 40 ming so'm tushdi. Jami 130 ming so'm yig'ildi. Undan tashqari inshaalloh mahalla ko'ydan ham yordamlar yigilyapti. Albatta barchalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bundan keyin yordamni to'xtatmayapmiz. Azizlar, bu yerda biz 16 ming, 20 ming, 25 ming dollar deganmiz. Operatsiyaning o'zi 16 ming dollar. Lecheniya u yerda yana tekshiruvlar bilan jami borib kelishlari bilan 25 ming dollar xarajati bor ekan. Albatta azizlar, hoji akamizga yana ehson davom ettirgan M-bank raqamlarimiz 505 bilan 70 78 76 raqamlariga ehsonlar solishlari mumkin. Kimda chiqadi ekan? Abdulloh S deb chiqadi. Inshaalloh barchalar Alloh taolo rozi bo'lsin. Shu hoji akamizni ya'ni yashayotgan joydagi, rayondagi o'zim qishloq ahli ham Alloh rozi bo'lsin. Biri mol qo'yib chiqyapti ekan, biri tillab chiqib, inshaalloh ular ham yordam pullarini yig'yapti ekan. Kelinlar azizlar, bir kun yutkizsak ham juda katta yutkizish bizga. Ertaroq shu omonatlarimizni yig'aylikda, hoji akamizni operatsiyalarini o'tkazaylik. Allah şu onlarda Allah doğrusan Allah 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 Ekber.